Assalomu alaykum. Pazandoz kanalimizga xush kelibsiz. Ancha yillik tanaffuslardan so'ng va nihoyat yana sizlarga o'zimni eng sara retseptlarim bilan keldim. Bu safar o'zimiz miksersiz biskvit tayyorlab, yangi yilga o'zimiz tort tayyorlaymiz. Endi ko'chadan sotib olmasanglar ham bo'ladi. Biskvit uchun idishga tuxum solamiz, shakar solamiz. Yog'li qatiq yoki smetana qo'shsanglar ham bo'ladi. Ozroq o'simlik yog'i solib venchikda aralashtiramiz. Bu biskvit tayyorlash uchun mikser bizga kerak bo'lmaydi. Oddiy venchikda yaxshilab aralashtiramiz va endi unli quruq massalarni solamiz. Un, kakao va razrıhlica solamiz. Yana o'sha venchikimizda yaxshilab aralashtirib olamiz. Shunaqangi quyuqqina xamir tayyor bo'ladi. Oldindan tayyorlab olgan qolipimizga xamirni quyamiz. Men yechiladigan qolipni tagiga pergament qog'oz solib oldim. Agar qolipinglar bo'lmasa, kattaroq listda yupqa qilib, to'rtburchak shaklda tayyorlasanglar ham bo'ladi. Endi buni duxovkada 170 gradusda 30-35 minut davomida pishirib olamiz. Biskvit pishib chiqqach, yog'och cho'p yordamida albatta tekshirib ko'ringlar. Quruq chiqsa, biskvit tayyor. Endi buni yaxshilab sovutamiz. Bu orada esa krem tayyorlab olishimiz kerak. Muzdek slivki yoki qaymoq solamiz, krem chiz solamiz. Shakar upasi soldim. Buni o'rniga sgushonka solishinglar ham mumkin. Hamma mahsulotlarni gradusi bir xil, muzdek bo'lishi kerak. Mikserda yaxshilab ko'pirtirishni boshlaymiz. Qo'l mikserida qilsanglar ham bo'ladi. Shunaqa gul chiqadigan darajada quyuqqina krem holiga kelgunicha ko'pirtiramiz. Kremimiz ham tayyor. Endi korjimizga qaytamiz. Men diametri 22 santimetrlik qolipda pishirgandim, biroz pastroq bo'lib qoldi. Kichikroq qolipda qilsanglar yana ham balandroq chiqadi. Shuning uchun chetlaridan ozroq kesib oldim. O'rtasidagi ishkan joyini ham tekislab ozroq kesib qo'ydim. Shunda biskvitim sal kichikroq va balandroq holga keldi. Endi buni o'rtasidan kesib olamiz. Ortib qolgan korjlarni esa tashlab yubormanglar, u bizga hali kerak bo'ladi. Korjimizga qolipni yana kiydirib olamiz. Chetlariga esa asetatniya plyonkani qo'yib olamiz. Bunaqa bo'lmasa pergament qog'oz qo'ysanglar ham bo'ladi qizlar. Chetlariga, o'rtasiga hammasiga birdek qilib propitka uchun sut quyib chiqamiz. Shirin suv quysanglar ham bo'ladi. Kremni hammasini bir qoshiq olib qo'yib, qolgan hammasini biskvitimiz ustiga joylashtiramiz. Tekislab olamiz va ikkinchi korjni ham yopib chiqamiz. Ikkinchi korjimizni ham sut bilan propitka qilib oldim. Propitkada gap katta qizlar. Qanchalik ko'p propitka qilsanglar, tortinglar shunaqa yumshoq, sochli, mazali bo'lib chiqadi. Olib qo'ygan bir qoshiq kremimizni korjni ustiga yupqa qilib yoyib chiqamiz tekislab. Endi buni muzxonaga 2 soatga qo'yib turamiz. Bu orada esa ganashimizni tayyorlab olsak bo'ladi. Idishga shokolad va o'simlik yog'ini quyib, mikrovolnovkada biroz isitib olamiz. Issiq yog'ni shokolad bilan eritib, osongina aralashtirib, silliqqina ganash holiga keltirib olamiz. 2 soat muzxonada turgan tortimizni ham endi olib, qolipini va plyonkasini ehtiyotkorlik bilan chiqarib olamiz. Chetlarini ozgina tekislab olib, ustini bezatishimiz mumkin. Eritib olgan shokoladimizni, ganashimizni quyib, tekislab yoyib chiqamiz. Chetlarini ham shokoladli ganash bilan qoplab chiqdim. Agar ozroq ganash qilsanglar, faqat tepasiga qoplasanglar ham bo'ladi. Yonlariga shart emas, chunki yonlariga hozir olib qo'ygan kroshkamizni sepib chiqamiz. Esinglardami, tortni yonidan ustidan olib qo'ygan korjimiz bor edi, o'shani maydalab oldim va bu maydalangan kroshkani tortimizni yonlariga yopishtirib chiqamiz. Shu bilan tortimiz yana ham chiroyli holatga keladi. Bu yog'i endi o'zingizlarning fantaziyalarga bog'liq, qizlar xohlagancha bezatsanglar bo'ladi. Men chetlariga ozroq xandon pistani maydalab ham sepib qo'ygandim. Lekin shu kroshkani sepmasanglar ham tortinglar o'zi juda ham chiroyli bo'ladi, shokoladli tort bo'lib. Mana tayyor. Endi 1-2 soat xolodilnikka qo'yib, keyin kessanglar yana ham yaxshi. Tortimizni kremi ham umuman ko'ngilga tegmaydigan, korjlari juda ham mayin, yumshoq tort. Shu uslubda albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali tort bo'ladi. Videoga like bosib, saqlab olib, yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying, ular ham tayyorlab ko'rsin. Yoqimli ishtaha